90% tadbirkorlar haligacha HR va rekruterlarni adashtirishadi. Bular ikki xil alohida vazifani bajaradigan xodimlar hisoblanadi. Rekruterning asosiy vazifasi xodimlarni to'g'ri qidirish va to'g'ri ishga yollash bilan shug'ullanadi. Butun dunyoda kadroviy agentstvalar topilgan xodimni yillik daromadining 15% dan 30% gacha bonus sifatida olishadi. Ya'ni ularni KPI'lari rezultatga bog'langan. Shuning uchun ham butun dunyoda juda ham востребование kasblardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda esa bizda rekruting necha pul turadi? Maksimum 500 ming, 2 million yoki 1 million. Juda ko'p kompaniyalar hattoki 4 ta 5 ta xodimni 1-2 millionga ham topib berishadi. Shuning uchun ham O'zbekistonda na rekrutingni, na topilgan xodimning qadri bor. Eslab qoling. Har doim sizni kompaniyangizga xodim kerak bo'lganda HR ga murojaat qilish kerak emas, zo'r rekruterlarga murojaat qilishingiz kerak. Chunki HR bu etapdan o'tgan xodim hisoblanadi. A rekruterning motivatsiyasi rekrutingda bo'ladi, ya'ni xodim topishda bo'ladi. Va eslab qoling, rekruterning vazifasi xodimlarni, har doim kuchli xodimlarni kompaniyaga jalb qilish bilan shug'ullanadi. HRning vazifasi mana shu topilgan xodimlarni o'sha kompaniyada adaptatsiya qilishiga, o'sishiga, rivojlanishiga va uzoq muddat o'sha yerda ishlab qolishi uchun sistema yaratadi va shu bilan birgalikda HR tizimini yaratadi. Hoziroq struktura so'zini yozing va sizni biznesingizga qaysi paytda HR kerak bo'ladi, qaysi paytda rekruter sizga tayyor sxema yuboraman.